double crash. I had to handle it. I was only 61 and get me. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Nexia 2 2019 mexanika korobkani zo'r keldi. Полный навороченisi, 4 ta optodiska balon taqilgan, krugovoy полный shumizolyatsiya qilingan, tonirovkaga ham ruxsatlari bor, полный krugovoy. Mashinaning bir tomchi kraskasi yo'q, radnoy holatda. Salon qismlari полный обшивка qilingan, chexol, polik qilingan. Mashinada Tesla monitori bor, tablosi ham qilingan, propan gazlari o'rnatilgan. Marhamat, orqa tomonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Mashinada ikkita qimmat Kenwood kolonka qo'yilgan. O'sliteri ham sizdinlikning tagida o'rnatilgan, hurmatli podpischilar. Orqa tomonlaridan ko'rinishi mashinada propan gaz 4-paketli tabletga o'rnatilgan. Xo'p do'stlar, bu mashinamiz hech qanday kamchiligi yo'q. Полный навороченный aytib o'tganimda yil 2019 mexanika korobkada narxi 8300 AQSh dollar so'rayapmiz. Avtokredit ham bo'ladi. Kimga полный навороченный mexanika Nexia 3 kerak bo'lsa, bemalol pastki raqamlarga murojaat qilsangiz, kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz.